Nikoh yanglab turish. Savol. Assalomu alaykum. Hozir bir qism kishilar er-xotinlar orasida undaq-mundaq jidal-majra yuz berib turadiganlik uchun aniq holda taloq yuz bermagan ahvol ostida yilda bir qatim nikoh yanglash kerak deydi ekan. Buning asosi bormi? Nikoh yanglash qandaq ahvollarda bo'ladi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Nikoh shar'atga uyg'un holatda bo'lgan taqdirda toki uni bekor qiladigan aniq taloq qilish voqeasi yuz bermagan ahvol ostida nikoh yanglash zarur emas. Ba'zi ahvollarda olimlar nikohni yanglashni muvofiq ko'rgan. Masalan, birinchi, er yoki ayolning og'zidan kufr hisoblanadigan so'z chiqib qolgan taqdirda ba'zi olimlar nikohni yanglab qo'yishni muvofiq ko'rgan. Ikkinchi, nikoh qilgan chaqda er yoki ayol ikkisining biri namoz o'qimaydigan bo'lib, keyincha namoz o'qiydigan bo'lgan bo'lsa, nikohni yanglab o'tishni muvofiq ko'rgan. Bu qarash namozni faqat o'qimaydigan kishi kofir degan qarashga tayangan bo'lib, bu yana birinchi ahvoldagi og'zidan kufr so'z chiqib ketgan ahvolga o'xshaydi. Chunki kufr so'zni qilganda nikohga ta'sir etadi. Uchinchi, valini shart qilgan olimlar valisiz nikoh qilgan ahvolda vali bilan nikohni qaytadan qilib o'tishni to'g'ri topgan. Demak, kufr holatida yoki nikohning biror sharti to'shmagan ahvolda qilingan nikoh bo'lsa, keyin buni tuzitish uchun nikoh yanglash bor. Ammo boshqa ahvollarda vujudga chiqqan to'g'ri nikoh buzilmasa, uni yanglash hojatsiz. Yanglayman desa, bu o'zining ixtiyori. Nikohga ta'siri yo'q. Ikkinchi nikoh ta'kidlash bo'ladi. Yangidan mahri ketmaydi, lekin yanglamagan tuzuk. Shundaqla ba'zida bir yerda to'liq putib bo'lgan nikohni rasmiyat yoki boshqa sabab tufaylidan boshqa o'rinda yoki boshqa bir shaharda qaytadan qilish kerak bo'lsa, ziyni yo'q. Buningdami ikkinchi nikoh ta'kidlash bo'ladi. Yangidan mahri ketmaydi. Yana uzun mazgil ayrilib turish yoki bir yerga jam bo'lolmaslik sababidan ehtiyot qilib nikoh yanglamasami bo'ladi. Yanglag'us kelsa, yanglasa bu hech narsaga ta'sir ko'rsatmaydi. Chunki bu burunqi nikohni ta'kidlashdir. Agar ayol taraf nikohni yanglab o'tishni talab qilgan ahvolda er buningga ma'qul kelsa, bu nikohni buzilib ketganligini e'tirof qilganlik bo'lmaydi. Faqatla ta'kidlab qo'yish bo'ladi. Salama radhiyallohu anhu aytadi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga daraxtning soyasida bay'at qilgan. Shu chaqda menga: "Ey Salama, bay'at qilmamsan" dedi. Men dastlabdagidekla bay'at qilib bo'lgan desam, Rasululloh keyingisidimi yana qilgan dedi. Muslim rivoyatida Salama radhiyallohu anhu 3 qatim bay'at qilgan. Yuqorqi hadis sharhida Hafiz ibn Hajar aytadi. Ibnul Munayyir bu hadisdan nikohdagi va boshqa to'xtamlardagi lavzini qaytalash dastlabki to'xtamni buzib o'tganlik bo'lmaydiganligi chiqadi. Bu ashundaq deb qaragan Shafi'i mazhabdagilarning qarshiga xilofdir degan. Men deymanki, Shafi'i mazhabdagi to'g'ri qarash bo'lsa, ko'pchilik olimlarning qarshiga o'xshash qaytalash dastlabki to'xtamni bekor qilib o'tganlik bo'lmaydi degan qarashdir. Agar nikoh yanglashni talab qilganlikqa iqror qilganlik deb qarsak, yangi nikoh qilganda yangi to'yliq berishi vojib bo'ladi. Bu ahvol 3 qatim takrorlangan ahvolda 3-chi qatimdan keyin ayolni qayta nikoh qilolmaydigan bo'lib qoladi. Shunga nikoh yanglash ishini taloqni iqror qilganlik emas deb qarash lozim. Yuqori hadis shuningga dalil bo'ladi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 110-numurliq fatvo.